Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Zakovat ko'rsatuvdan sizga sovg'a beryapmiz. Rahmat, salomat bo'ling. Qarang, bu yerda har birida 1000 tadan savol bor. 4 tom. Abdurasul Abdullayevning so'zlari chiqardilar. Bu 5000 ta kitob degan, Xayrullo aka. Buni nimaga qiziqib o'qiysiz? Savol o'qish, javob o'qiysiz. Savol o'qish, javob o'qish, tez o'qib ketaverasiz-ku. Shunaqangi tez bilim olasiz. O'zingiz hayron qolasiz. Tayyor. Shuncha 5000 ta kitob o'qimaysiz. Sizga u kitobni topishni o'zi bir anaqa, hozir shunaqa zamonda sizga tayyorlab turibdi. Qarang, g'ij bilim. Tayyor asan. Tayyor. Men bu kitobni berishimning sababi prezidentimiz Shavkat Miromonovdan o'rganyapmiz. U kishi prezidentimiz, yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin. Diplomatiyaga, ma'rifiy diplomatiya degan termin kiritdilar. Ya'ni qaysi davlatga borsalar, o'sha davlat prezidentiga, rahbarlariga kitob sovg'a qilyaptilar. Bu diplomatiya tarixida birinchi marta prezidentimiz tomonidan kiritilyapti ma'rifiy diplomatiya termini. Men bitta she'r aytmoqchiman. Agar kim shu she'rni topsa, Xayrullo akamning oldiga kelib aytadilar va biz zakovat ko'rsatuvdan yana mana shunaqa zakovat kitob beramiz. She'rni eshitinglar. Hech kim kitob o'qimay qo'ygan. O'qiganlar ham o'qimay qo'ygan. Balki hamma to'ygan kitobga yoki kitob hammadan to'ygan. Shuni kim yozgan? Agar shuni kim yozganligini Xayrullo akaga kelib aytsanglar, sizlarga mana shunaqa kitob to'plami beramiz. 4 ta kitob beramiz. 4 ta kitob beramiz. Xayrullo akaga mana siz Xayrullo aka, siz mana Umar Xayyam kitobini so'radingiz, kinosini sizga sovg'a qilyapmiz. Keyin mana O'zbekiston gerbi bor, soatni mana Xayrullo akaga sovg'a qilamiz. Sizga eslab berasiz, urib berasiz va mana bu yurtimizning bayrog'i, O'zbekiston bayrog'ini Xayrullo aka Hayit bayramlari bilan tabriklab, yurtboshimiz omon bo'lsin. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Charchamang Xayrullo aka. Salomat bo'ling. Alloh razı olsun. Yurtimiz tinch bo'lsin.